Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men kentimizdagi bir Almaliq bog'da. Qo'limda Yalqin Ro'zining Uyg'onib atgan ajdod ruhi nomli kitobi. Bugun sizlarga mazkur kitobga kirgizilgan Sabit Damollam kim nomli asarni o'qib beraman. Asar sal uzunroqga, shunga 2 yoki 3 bo'limga bo'lib o'qib berishni planladim. Xo'sh. Sabit Damollam kim? Tazkira asarlari bir ma'muriy rayonning tabiiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy ishlarining va madaniyat ishlarining tarixiy ham hozirgi ahvolini umumyuzlik, sistemalik bayon qiladigan materiallarni ko'rsatadi. Umuman bo'lib o'tgan ishlar bayon qilingan maqola asarlar tazkira hisoblanadi. Tazkira odatda davlatdan tortib oilagacha, shahardan tortib shaxsgacha, tog' daryolardan tortib dal daraxtlargacha hamma shay'i vaqa, hodisa to'g'risida yoziladi. U tarix yilnomidan farqlanadi. Uning tuzilishi odatda umumiy bayon, cho'ng ishlar, tarjima hol, ko'rinish, ya'ni rasm, surat, xarita, jadval, sxema, qo'shimcha material qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Tazkira tuzish orqali ma'lum bir rayonning yoki joyning ekologiyasiga, ijtimoiy ahvoliga, gumanitar madaniyatiga, jamiyat tarixiga va hozirgi real ahvoliga munosabatlik materiallar to'planib, oxirida material ombiri shakllanadi. Bu material ombiri shu rayon yoki joyning ayniki bo'lib, kishilar bu aynakdan shu rayonning umumiy ahvolini ko'ra oladi. Bu uning bilish qimmatini aks ettiradi. Tazkira asarlari bilish qimmatiga ega bo'lib qolmasdan, yana kishilarni yerlik o'rinlarning ahvoli bilan ta'minlash va tarbiyalash roliga ega. U kishilarni ijobiy va salbiy tiplar, materiallar, tajriba saboqlari bilan tarbiyalaydi. Shunga tazkira tuzishga ahamiyat berish davlatning muhim bir turlik xizmati. Ana diyorimizning tazkira xizmatiga 1980-yillardan buyon izchil ahamiyat berilmoqda. Bu xizmat borgan sari cho'nqur, ilmiy, sistemalik qanot yeyotdi. Shundaqdimi sal qarilayotgan, kamtik bo'lib qelayotgan mazmunlar yo'q emas. Bu hol hammamizning kuch chiqarishi, aktiv qatnashishi va izlanishini kutmoqda. Mening his qilishimcha, Sabit Damollamning hayoti va faoliyati Abdunum rayonimizning munosabatlik tazkira kitoblarida bayon qilinmay kelayotgan bir muhim tema. Masalan, Şinjan umumiy tazkirasi, shaxslar tazkirasi degan nopuzli kitobdimi? Şinjan tarixida o'tgan necha yuzlagan ijobiy va salbiy shaxslarning hayoti va faoliyati yozilgan. Ammo Sabit Damollam temasi tilga elinmagan. Şinjan ensiklopediyasi nomli nopuzli kitobdimi yüzlagan ijobiy va salbiy shaxslarning hayoti ham faoliyati tonishtirilgan. Ammo Sabit Damollam temasi tilga elinmagan. Bu kitoblarda 20-asrning oldingi yerimida Şinjan tarixida o'tgan salbiy shaxslardan Yang Zingshin, Jin Shurin, Shing Shisay, Ma Zhongying, Elixan Töre, Mas'ud Sabiri, Muhammad Emin Bo'g'ra, Aysa Alttekin, Osman Islom qatorliqlar ayrim tonishtirilgan. Lekin Sabit Damollam tonishtirilmagan. Sabit Damollammi tonishtirilishi zarur edi albatta. Sabit Damollamning tarixiy ta'siri ularnikidan ojiz deb qarilib tonishtirilmaganmi deganda masala hargiz undaq emas. Xu Jianyingning Mingo mazgilidagi Angliya bilan Jungo Xinjiang 1912-yildan 1949-yilgacha degan kitobida Liu Zhixiaoning Uyg'ur tarixi degan asrida
kollektiv yazgan Şinjanның qısqacha tarixi 3 degan kitapta Jang Shumingning Şinjangdagi bölgünçilikka qarshi kurash bilan muqimlik xizmatining amaliyati va u haqdagi mulohizlar degan maqola nutqlar to'plamida Şinjan Uyg'ur Abnum rayonluq Partikom tashviqot bo'limining uyushtirishi bilan Li Shing boshchiligida tuzilib, Uyg'urcha, Xanzucha, Qozoqcha, Inglizcha, Ruscha, Turkcha, Arabcha, Yaponcha 8 xil til yoziqda birla vaqtda nashr qilib tarqitilgan Jungo Şinjanning tarixi va hozirgi ahvoli degan kitobda Sabit Damollam va u qurgan atalmish Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati nihoyatda muhim o'ringa qo'yilib bayon qilingan ham mulohiza qilinib tanqidlangan. Masalan, Li Shing boshchiligida tuzilgan Jungo Şinjanning tarixi va hozirgi ahvoli degan kitobning 4-bobi Sharq Turkiston bo'lgunchiligining kelib chiqishi va taraqqiyoti degan bob bo'lib, mazkur bobning 2-paragrafida maxsus Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati bo'lgunchi hokimiyati tanqidiy bayon qilingan. Bu paragrafda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda qurilganligi, hukumat tashkil qilganligi, tashkiliy programma, siyosiy programma hamda atalmish asosiy qonun va hukumat a'zolarining ismligini e'lon qilganligi bayon qilingan. Bu paragrafda yana atalmish hukumatning Zungtung, Goviyen va vazoratlardan tarkib topganligi, Sabit Damollamning zungli bo'lganligi, asosiy qonunda islom shariatining Junhua Mingoning qonun qoidalarining o'rnini oladiganligi, tegi ko'k ranglik oy yulduzliq bayroqning davlat bayrog'i bo'ladiganligi belgilanganligi bayon qilingan. Bu paragrafda yana bu atalmish hukumatning Angliyaga qarashliq Hindiston, Afg'oniston, Eron qatorliq joylarga odam avatib, diplomatiya faoliyatlarini qanot yoydirib, ularning diplomatiya jihatda e'tirof qilishini qo'lga keltirmoqchi bo'lganligi hamda Qashqarda turishliq Angliya konsulxonasi va Turkiyaning ziyoratga kelgan harbiy siyosiy arboblari orqali bu ikki davlatdan yordam talab qilganligi, Qashqar va Xotanda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining pulini tarqatganligini, yana Sharq Turkiston hayoti nomli haftalik gazetini, Istiqlol majmuasi nomli jurnalni nashr qildirib, bo'lgunchilikni kuchining barcha tashviq qilganligini bayon qilgan. Bu paragrafda yana atalmish Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati garchi intayin qisqa mazgil mavjud bo'lib turgan bo'lsa-mu, Şinjan tarixidagi tunji bo'lgunchi hokimiyat bo'lish sifati bilan ziynining intayin eg'ir bo'lganligi mulohiz qilingan. Bu bo'lgunchi hokimiyatning ziynining eg'irligini bo'lgunchilik jihatda ideyaviy ongdan amaliy harakatga o'tishni tamomlab bo'lgunchi hokimiyat qurishning o'rnikini yaratgan deb ko'rsatgan. Bu paragrafda yana Şinjanning hozirgi zamon tarixidagi bu umri qisqa tunji bo'lgunchi hokimiyat ochiq saboqlarga to'lgan bir maydon tragediya bo'lib, uning davlatga, millatga, chegara rayonlarga va chegara rayondagi xalqqa keltirgan ziyni intayin cho'ng bo'ldi deb xulosalangan. Bu paragrafda yana chegara sirtidagi kuchlarning bu bo'lgunchi hokimiyatga tutgan pozitsiyasi to'g'riliq to'xtalib, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qasqandan chiqqandan keyin bir davlat hukumati bu bo'lgunchi hokimiyatni ochiq oshkora e'tirof qilishga petinolmagan. Faqat qalaymaqonchilik ichida amdila taxtga chiqqan Afg'oniston hukumatining rahbari Zohir Shohla Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga oshkora holda hesdoshlik qiladiganligi va uni qo'llaydiganligini bildirgan deb ko'rsatilgan. Bu paragrafda yana Stalin hukumatining pozitsiyasi to'g'riliq to'xtalib, Şinjandagi bo'lgunchilik vaziyatiga qarta Sovet ittifoqi taraf
tüzit qilib o'ltirmayla Jungo hukumatiga, agar Jungo hukumati Şinjanni boshqursa, bizning boshqa gapimiz yo'q. Agar sizlar uning ikkinchi Manjuriya davlati bo'lishiga qarab tursanglar, undaqda biz cho'qim harakat qo'llanib, o'zimizni qo'g'daymiz deb ogohlantirish berganligi ham Shingsay boshchiligidagi Şinjan o'lkalik hukumatga yordamlashib, Janubiy Şinjandagi bo'lgunchilarni tozalaganligi bayon qilingan. Kollektiv yazgan Şinjanning qisqacha tarixi nomli 3 tomliq kitobning 3-tomida Janubiy Şinjandagi bo'lgunchi hokimiyat Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining qapasdan chiqishi va yo'qolishi degan mavzuda maxsus bir bo'lim ajratilib, texnik tafsili bayon qilingan. Bu bo'limda bu bo'lgunchi hukumatning kim tarafidan qurilganligi mundaq bayon qilingan. 1933-yili yozdan boshlab Qashqar rayonida 4 guruh kuch shakllanib, bir-biri bilan put tepishib, hammasila o'zining kuchini kengaytirish xiyolida bo'lishdi. Ulardan biri Tömür bo'lib, amaliy kuchi hammadan kuchli edi. O'zini Şining Şijangi qo'shimcha chegara mudofaa bosh qo'mondoni deb atadi. Ham Turpanliq Uyg'ur Yunus Begni sobiq ma'muriy boshliq qilib tayinladi. İkincisi Ma Jansang bo'lib, Ma Zhongyingga vakillik qiladigan kuch edi. Bu sobiq ma'muriy boshliq Ma Xiaowu bilan birlashdi. Buning qismi xil jangovarligi kuchli edi. Uchinchisi Osman bo'lib, u bir zo'migar quloq kasti edi. Bu hech qandaq aymanmasdan Xanzularni bulaytdi, o'ltirib etdi. Uyg'urlarning tali o'ngdan kelib saq qilishi tas edi. Tömür uni Şining Şijan qilaman degan va'dasiga amal qilmaganligi uchun norozi edi. Uning bilan Tömür o'tirsidagi ziddiyat bak cho'nqir edi. To'rtinchisi Sabit Damollan bo'lib, uning tayanch bazasi Xotan edi. Lekin Qashqardami bir qism askariy kuchi bo'lib, uning maqsadi Jungodan ayrilib, mustaqil Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati qurish edi. Bu bir qancha guruh kuch o'zaro tepishib, hammasila fursat kutib, qarshi tarafni yutib olishni o'ylaydi. Bu bölümde yana Sabit Damollam ve Muhammed Emin Buğra planlagan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati qurish bo'lgunchilik harakati Angliyaning Osiyoga tajovuz qilish umumiy strategiyalik planiga mos kelganlikdan Angliya jahongirligining qo'llashiga erishdi. 1933-yili 11-oyning 12-kuni kechida Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati qapasdan chiqdi. Davlat ishlari zonglisi Sabit Damollam Atışlıq Afganistan, Hindistonlarda o'qigan. Hindiston, Turkiya, Afganistan qatorliq davlatlarning til yoziqini biladi. Angliya jahongirligi yetishtirgan g'olcha deb bayon qilingan. Dangliq tarixchi Liu Zishaoning Uyg'ur tarixi nomli kitobining 2-qismida har xil kuchlarning Qashqardagi to'qinishlari degan mavzu 14-bob qilinib bayon qilingan. Mushu bobda Abdur Sabit Damollanning Qashqarga kirishi, Qaraqash isyoni, Sabit Damollanning Yakanga kelishi, Tömür Alining Sabit Damollani nazarband qilishi, Xo'ja Niyozning Sabit Damollamni qo'lga elishi degan kichik mavzular bo'yicha Sabit Damollaning atalmish Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatini qurish jarayonining bosh oxirini bir qadar tafsili bayon qilgan. Abdur Sabit Damollam to'g'riliq Sabit kichigidan sistemalik islom ta'limoti bilan tarbiyalangan. Cho'ng bo'lgandan keyin islom ta'limotini zehn qo'yib tahsil qilgan hamda belgilik natijaga erishib, Atush, Qashqar qatorliq joylarda diniy o'lima bo'lib to'nishga boshlagan. 1928-yildan keyin Sabit Damollam yurti Atushdan ayrilib, Tarım o'ymonliqini bo'ylab shimolga yurib, Aqsu, Kucha qatorliq joylardagi diniy maktablarda, keyin Elida mudarrislik qilgan. 1930-yili Sabit Damollam o'ziga o'xshash Eliga kelgan xotanlik Muhammed Emin ismli bir yosh bilan tanishib qoladi.
Muhammed Emin Şinjan vaziyetining kelgusi to'g'riliq Sabit Damolladan ta'lim so'raganda, Sabit Damollam bilib bilmay o'zining Jinshurin hokimiyatini og'dirib tashlash niyatining borligini ifodalagan hamda bu masalada Muhammed Emin bilan o'rtaq tonishqa kelgan deb yozgan. Liu Zishao apandi yana Muhammed Emin Bug'ra 1932 yilining oxirlari Qaraqashda bir maxfiy tashkilot qurib, qo'zg'olon ko'tarishga tayyorlik qilayotgan dal mushu vaqtda Sabit Damollam Hindistondan Xotanga kelgan. Sabit Damollam buningdan ilgari O'rta Osiyoning har qaysi joylari va Turkiya, Arab yarim orli qatorliq joylarni aylanib kelgan edi. Bu Muhammed Eminning ilida Sabit Damollam bilan xo'shlashgandan keyin tunji ko'rishishi edi. Sabit Damollam bütün kuchi bilan Muhammed Emin planlagan harakatni qo'llagan deb bayon qilgan. Abdur Sabit Damollaning Muhammed Emin Bug'raning enisi Shoh Mansur qatorliq atamanlar bilan billa mingcha askarni boshlab 7-oyning 20-kuni Qashqarga yetib kelganligini bayon qilib kelib, Qashqardagi diniy zotlar va jamiyatning har qaysi iqimidagilar Sabit Damollani ziyorat qildi. Bu vaqtda Sabit Damollam Qashqarda siyosiy va ijtimoiy jihatda yadroliq shaxsga aylandi. Keyingi kunlarda Sabit Damollam har xil vositalarni qo'llanib Osman Alining kuchini parchaladi. Osman Ali oxir qo'l ostidagilarni kontrol qilish iqtidorini yo'qotdi. Mundaq muhit yaratilgandan keyin Sabit Damollam yanamı ilgirlagan holda Sharq Turkiston mustaqillik islom jumhuriyati qurishdek bo'lgunchilik harakatini kuchaytirdi. U Temur, Osman Ali qatorliqlarning Qashqar bo'stonliqidagi Jinshurinning chirik hukumatiga qarshi turishini maqsad qilgan harakatiga tubdan qarshi yo'l tutdi deb yozgan. Liu Zishao apandi Sabit Damollga baho berib, Sabit Damollamning sarguzashtlaridan aytganda, uning hukumatni idora qilgudek asosiy va tajribasimi yo'q bo'lib, uning musulmonlar shahri bo'lgan Qashqardan iborat bu alohida zaminda elib borgan siyosiy faoliyatida aks etgani bo'lsa, diniy asabiylik edi deb yozgan. Xu Jianying apandi Mingo mezgilidagi Angliya bilan Jungo Xinjiang 1913-1949 yillar degan kitobida Angliya bilan atalmış Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati degan mavzu bo'yicha Sabit Damollamning bu atalmış jumhuriyatni qurish jarayonidagi faoliyatlarini ixcham bayon qilgan. Abdur Sabit Damollam to'g'riliq to'xtalganda Il est gonflé quand même. Sabit Damollam Qashqarlik. Kichkida Qashqardagi madrasalarda o'qigan, keyin mudarris bo'lgan. Afg'oniston, Hindistonlarga chiqib o'qib, bilimini oshirgan. Pan-islamizm va pan-turkizm ideyasini qabul qilgan. Sayohat qilib Sovet ittifoqi, Turkiya, O'rta Sharq davlatlariga borgan. Sabit Damollam mudarrislik qilib aylanish jarayonida Oqsudan Charchangacha bo'lgan joylardagi ta'siri zo'r, imtiyozli shaxsga aylangan. U tipik bo'lginchi, maqsadi Jungodan ayrilib mustaqil pan-islamizmlik davlat qurish deb yozgan. Sabit Damollamning o'limi to'g'risida to'xtalganda Abdur mundaq yozgan. 4-oyning o'ttirlari Xo'janiyaz Hoji qo'shinlari Yakanga yetib berib, Qashqardan Yakanga qochib kelib olgan Sabit Damollam va uning bir qism ministrlarini qo'lga olgan. Keyin Xo'janiyaz Hoji Sabit Damollam qatorliq bo'lgunchilarni o'lkalik hukumatga topshirib bergan. 7-oyda Sabit Damollam Oqsuda o'ldirilgan. Ya'ni ba'zilarning deyishicha Shingsayning Urumchidagi turmasida o'lgan. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Siyasi Qanun Komitetining sobiq shujisi Zhang Shumingning
Şinjandagi bölgünçilikka qarshi kurash bilan muqimlik xizmatining amaliyati ham u haqdagi mulohizlar degan kitobida Şinjandagi 3 xil kuchning tarixiy manbasi va murakkab xalqaro orqa ko'rinishi degan bir cho'ng mavzu bo'lib, avtor uning ichidagi Sharqiy Turkiston kuchlarining borliqqa kelishi va taraqqiyoti degan kichik mavzuda 1933-yili qurilgan atalmış Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini ayblab kelib, mazkur hukumat garchi intayin qisqa mezgil davom qilgan bo'lsa-mu, ammo ziyni intayin zo'r bo'ldi. Bo'libmi, qeliplashmagan jug'rafiyalik nom bo'lgan Sharqiy Turkistonga butunlay siyosiy ma'no berib, milliy bo'lgunchilikning olmash so'ziga aylantirib qo'ydi. Keyingi kunlarda bu atalg'u Şinjangni bo'lib olmoqchi va mustaqil qilmoqchi bo'lganlarning siyosiy bayrog'iga aylanib qoldi. Natijada 1944-yili G'uljida Elixon To'rimi Sharqiy Turkiston bayrog'ini ko'tarib chiqdi deb ko'rsatgan. Demak, yuqorqi nopozli kitob, tarixiy asar, tadqiqot materiallaridagi mazmunlardan Sabit Damollaning Şinjangning 20-asrning oldingi yerimida o'tgan Yangzingshin, Jinshurin, Shingsay qatorliq aksiyatchi amaldorlar va Muhammad Emin Bug'ra, Mas'ud Sabiri, Aysa Alttekin, Elixon To'ra, Osman Islom qatorliq mashhur milliy bo'lgunchilar bilan bir qatorda turadigan salbiy tarixiy shaxs ekanligini aniq ko'rib olgan bo'ladi. Hozirgacha Yangzingshin, Jinshurin, Shingsay, Ma Jungying to'g'riliq maxsus kitoblar nashr qilinib, ularning qilmish atmishlari keng qushadi tanqid va tahlil qilindi. Niyu Ching apandi Muhammad Emin Bug'ra qandoq kishi? Huang Jianhua apandi Wu Jungshin va Mas'ud. Lu Shaorin Aysa Altekinning qisqacha tarjimali. Liu Xianghui apandi Mas'udning butun umrini nobud qilgan xato tanlashi degan maqolalarni yozib, ularning aksi inqilobiy faoliyatlari va bo'lgunchilik harakatlarini atrofli yoritib berdi. Lekin Sabit Damollaning hayoti va bo'lgunchilik faoliyatlari sistemalik tonishtirilgan maqola, asarlar e'lon qilinmadi. Faqat Şinjang Xalq Nashriyati 1998-yili nashr qilgan Xanzucha G'arbiy Shimoldagi millatlar lug'ati degan kitob bilan 2004-yili Şinjang Xalq Nashriyati nashr qilgan Qizil suv Qirg'iz Avtonom oblastining tazkirasi degan kitobning ikkinchi qismida qisqacha tanishtirildi. Afsuski, bu ikki kitobda bayon qilingan tarixiy mazmunlarda farq zo'r ham xato joylari ko'p bo'lib qolgan. Sayfiddin Azizimi o'zining Umr dastoni nomli kitobining birinchi qismida 1930-yillardagi xalq qo'zg'oloni ustida so'z ochganda, Qashqardagi xalq qo'zg'oloniga qatnashgan dongli kishilar ichida Sabit Damollaning ismi ko'zga cheliqdi. Ba'zi materiallarda uni qo'zg'olonning rahbarlaridan biri deb tilga oladi. Bu xato deb yozgan. U mazkur kitobida yana Qaraqashda 1933-yili qurilgan hukumat to'g'riliq bu hukumatga Muhammad Niyaz Alamaxun rais, Muhammad Emin Bug'ra harbiy qo'mondan, Sabit Damollam muavin rais, qo'shimcha muavin harbiy qo'mondan bo'lib saylangan deb yezib, Sabit Damollaning ismini tilga olganda atayitan bu Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiga bosh vakil, ya'ni zungli bo'lgan Sabit Damollam emas 295-bet deb askartgan. Ro'shanki 1933 va 1934-yili 18-19 yoshlarda Qashqardagi bir-biriga qarshi siyosiy va qurolli kuchlarning elishishiga ishtirok qilib, shu ishlarga shohid bo'lgan Sayfiddin Azizimi Sabit Damollam to'g'riliq xato ma'lumot bergan. Demak, turli
kitap, maqolalarda Sabit Damollamning hayoti va bo'lginchilik faoliyatlari cho'ltda ziddiyatlik xato bayon qilinib qolmasdan, uning surtimi xato bekitilib kelyapti. Mashukaning 100 yildan buyangi Qashqar 1840-yildan 1949 yilgacha nomli kitobining ichida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining bosh oxiri degan bir maqola bo'lib, avtor mushu mazmunga bir parcha suratni berib 70-bet. Ostiga koni markaliq milliy bo'lgunchi unsur Sabit Damollam deb tushuntirish bergan. Bu surat mavkin. Suratdagi kishi yuzi so'zuq, oqsoqolli kishi bo'lib, Sabit Damollam yumloq yuzlik, qora soqol odam edi. Yuz kepti va soqoli o'xshamagandan boshqa chiroy alomatlarimi faqat yaqin kelmaydi. Demak, surat xato bekitilgan. Sherib Xushtar apandi tuzgan Shinjang yaqinqi zamon tarixidagi mashhur shaxslar degan kitobning bosh qismiga 20 varaqdan ortiqroq tarixiy surat berilgan bo'lib, ularning ichida yuqorida biz ismini ataganlardan Yang Zingshin, Jin Shurin, Sheng Shisay, Ma Zhongying, Osman Islam, Elixon To'ra, Muhammad Emin Bug'ra, Mas'ud Sabiri, Aysa Alttekinlarning o'lchamlik surati berilgan. Sabit Damollamning kollektiv bilan tushgan surati berilgan bo'lsa-mu, lekin tushuntirishda qo'lida tasvir tutib o'ltirgan kishini Sabit Damollam deb xato ko'rsatib qo'ygan. Xo'sh, undaqda Sabit Damollamga munosabatlik turli materiallardagi xatoliklar, kamchiliklar shu peti ketaveramdi yoki uni tuzitib, chomimizning yetishicha mukammallashtirib, tazkira, qomus, lug'at va tarix tadqiqotiga oid kitoblarga yangi, to'g'ri, sistemalik material hozirlab berish zarurmi? Tarixiy chilliqni, tarixiy faktni, tarixiy materiallarni qadrlaydigan har bir tadqiqotchi bu masalaga zarur deb qaraydi albatta. Men mushuni nazarda tutib, to'plagan materiallarim asosida dastlabki qadamda Sabit Damollamning qisqacha tarjimali va o'lchamlik suratini o'qirmanlarning nazariga sundim. Tadqiqotchilarning xato joylarini tuzitib va kam joylarini to'liqlab foydalanishni umid qilaman. Ma'qul amsa, bugun mushunchalik o'qiylik. Davomiga diqqat bering. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'laylik.